Diqqat, shoshilinch xabar. Hafta boshidan boshlab O'zbekistonning qator hududlarida qor yog'ishi kutilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Hafta boshidan boshlab O'zbekistonning qator hududlarida qor yog'ishi kutilmoqda. Unga ko'ra Toshkent shahri va viloyatlari, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlari hamda vodiy hududlarida 15 dekabr kunidan boshlab yomg'ir yog'ib, keyinchalik esa qorga aylanishi mumkin. Yo'llarda ehtiyot bo'lib harakatlaning. Ob-havoda kuchli o'zgarish bo'lishi sababli yo'llar sirpanchiq bo'lishi mumkin, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, ushbu xabar ostiga like bosib, xabarni yaqinlaringizga ham yuborib, ogohlantirib qo'ying.